Hop, ushbu videoda biz Taobao ilovasini global versiyadan Xitoy versiyasiga o'tkazishni o'rganib chiqamiz. Buning nima afzalligi bor? Hop, Xitoy versiyada ancha osonroq, ancha qulayroq va ko'p yangi narsalar chiqadi. Skidkalar, boshqalar hammasi Xitoy versiyasida juda yaxshi ko'rinadi. Kategoriyalar bor. Barcha ko'p qulayliklar Xitoy versiyasida bo'ladi. Birinchi Taobao ilovasini o'rnatib olganingizda odatda shunaqa global versiyada ochiladi. Ya'ni siz o'sha geolokasiyani ko'rib, global versiyaga to'g'irlab qo'yadi. Buni Xitoy versiyasiga to'g'irlashni ko'rib chiqamiz. Demak, bu juda oson. Biz yuqorida turgan mana bu knopkani bosamiz. Bosganda bizda xuddi shunaqa ro'yxat chiqadi. Sizda mana bunda turgan bo'lishi mumkin. Biz o'shani hop mana bu yozuvdagisini tanlaymiz. E'tibor bering, pastdagilar emas, aynan mana shunisi bo'lishi kerak. Mana bunisini tanlashingiz kerak bo'ladi. Hop, ushbu hierogliflarni tanlaysiz va tagidagi sariq tugmani bosamiz. Hop, ko'rganingizdek, Taobaomiz endi Xitoy versiyasiga o'tdi.